Bu videoda hamma kutgan futbol challenge 3-qismini olamiz. Let's go! Qarochi biz o'z aniqlamamiz, hamma bir-biriga qarshimi yo bitta komanda bo'lamiz deb hammadan so'rab olamiz. Qarochi nima bo'lamiz? Komanda. Qarochi komanda qilamiz deyishdi. Endi hozir bachchalarni bitta-bitta chaqirib raqam so'rab olamiz. Let's go. Qarochi raqamlar aniqlab oldik. Birinchi komanda mana Amir bilan Umidjon bitta komanda bo'ldi. Endi ikkinchi komandamiz Ramzanbek bilan Ahror bo'ldi. Uchinchi komanda yana o'sha ikkita legenda, mana ikkita legendalar. Sizlar bitta komanda bo'ldi, komandalarning nomi. Real Madridmi? Let's go. Komandalaringning nomini aytinglar. Lochillar, let's go mi? Sizlarga qanaqa komanda nomi? Mana bu Ahror yangi qatnashyapti, yorish uchun kelgan. Hammani itaradi bugun. Yirtqichlar, let's go. Unda let's go birinchi shart har doimgidek krisalar jangi bo'ladi. Bitta do'ppini kelib hamma tepada yorish kerak xolos. Ketdi do'stlar. Qarochi krisalar jangi hamma tayyor. Qaranglar, kim gol birinchi Ahror ekan. Vartada eng kuchli posponzor degandan keyin 3-2-1 deyman-ku, shundan keyin yugurasizlar, tushunolmi? 1 2 Oy. Oy, save qildi. Bu save qo'lyapti. Oy, aslida save ekranga yom. Qarochi birinchisida Absalom uribdi, gol bo'lmagan. Endi ikkinchisi 3 gacha sanayman jigarlar. 1 2 3. Oy. Real Madrid. Oh, Ahrorning. Oh my god. Ya o'yinib ketyapti. Qani ko'ramiz qaysi komanda urar ekan, qaysi komanda uradi. Oh, hozir komanda kim uradi? Oy. Oy bilan nima bo'libdi? Bitta gol uringlar, davay, let's go jigarlar. Oy! Bu komandaning ismini Yirtqichlar komandasi urib ketyapti. Lochillar komandasi. Unda keyingi start. Qarochi hozir Lochillar gol urib ketdi. Ular xursand, o'tgan safar endi urish kerak. 3 gacha sanaymiz. 1 2 3 ketdi. Hamza Kokey. Kim? Yirtqichlar qoqib ketyapti. Ramzanbek bilan mana Ahror komandasida asl hech nima qila olmadi. Qaytara olmadi, asl nima bo'ldi? Qarochi ikkita komanda gol urdi, bitta qo'yan komanda bo'lish Absalomlarning komandasi urgani yo'q. Endi bu safar shansdan foydalanish kerak. Asl yo'l qo'ymaslik. Yana 3 ga tayyormisizlar? 1 2 3. Jigarlar qo'rqmanglar, bartamiz bir marta xato qiladi. Urasizlarmi Absalom? Urar ekan. 3 gacha sanaymiz, tushunarlimi? 1 2 3 gacha sanayam yo'q-ku jigar. Ularga gol yetmayapti, mana bu yirtqichlarga gol yetmayapti, yana urgisi kelyapti. Qarochi oxirgi start tayyorlanib 3 demadim, 3 desam yuguringlar-da, jigarlar bilan. Ketdi. Yo'q, bu safar yana yirtqichlar kelyapti. Oy! Hayda, kim uradi? Oy, o'yin juda qizg'in ketyapti. Yirtqichlar oldinda. Pas bermayapti. Lochillar harakat qilyapti. Ikkovi bitta komanda-chu. Yo'q. Nima bo'ladi? Hamma komanda gol uchun kurashyapti. Shot ko'rib turibsizlar. Voy! Davay, harakat qilish kerak. Let's go. Kimdir urish kerak shu gol. Tez kimdir uradi, kim urish kerak. Yirtqichlarga gol kerak, yirtqichlar gol. Kimga pas berish kerak? Yo'q, udarga tushadimi? Oy! Ramzan
Bizda shu anom gollar bilan ikkinchi shartga yo'lamiz. Let's go jigarlar. Asl nima bo'ldi? Ne o'ylasa olgan. Qarochi ikkinchi shartimiz ko'tarib berish, kalla ko'tarib beramiz. Qani let's go yana. Qarochi birinchi kim ura qaysi komanda? Qarochi. Qarochi yirtqichlar bilan Oxirgizda. bo'ldi. Bo'lmasa Lochillar bilan Real Madrid. Amarda birinchi zarbasini gol Qarochi o'zi tepgani uchun endi Umidjonniki. Bular bitta komanda, har bittasi bittadan tepada. Tabba. Qarochi Lochillarni unaqasi ketdi, endi Real Madridda gali. Madrid birinchi a'zosini bittasi ikkinchi Arsenal tepada ketdi shoqdi. Oo, yaxshi ko'tardi. Qarochi bilan bittasini tepdi, endi yetti Arsenal. Tep. Oh, uy, yana urib ketyapti. Demak, bilan shota 2 bo'ldi. Shoh qachon chiqadi? Hisobni ko'rib turibsizlar, endi yirtqichlarni gali ketdi. Ikkovini ham tepar ekan, bular kelishyapti. Unda ketdi Ramzan yirtqichlarning birinchi a'zosi. Oo, yaxshi ko'tardi. Mana yana urib ketyapti. Ramzan sev. Yirtqichlarning ikkinchi shansi. Hey. Oy, qo'li bilan ketyapti. Ahroz. Oy. Qarochi biz 3-shartga yo'l olamiz. Tepada ko'rib turibsizlar shotda 3-shartga yo'l olamiz. Let's go. Umidjon, sizlar yutasizlarmi? Kamback qilasizlarmi? Qanaqa bu davo bilan yutib berasizmi? Penalti beradi birinchi o'sha Real Madrid tepmas ekan. Qarochi yirtqichlar tepadi. Qarochi Ramzan uradi mana. Komanda yirtqichlar Ahrorlarning komandasi ketdi Ramzan. Oy, seyf qo'lyapti Absalom endi Ahror degali. Ahror ura oladimi? Ahror, so'y urib ketdi. Endi navbat mana shu anolarning galiga, Real Madridda galiga. O'tiraver. Hisobni ko'rib turibsizlar, chiqib o'tiribdi. Yirtqichlar komandasini sardori Ahror ketgandan so'ng o'rniga boshqa Vartabon o'tirdi, jamoadoshi. Mana Real Madrid safidan bittasi Absalom tepibdi. Ramzan seyf qoldi. Endi ikkinchi ishtirokchi. Umidjon, tayyorlaringlar, sizlarning bunaqalar komandalaringiz tep bo'lgandan keyin Shoxon o'zing varta o'tirib berasan. Mana Real Madridda oxirgi postpon ochko ishlay oladimi? Zarba. Gol hisob. Yaxshi. Gol. Keyingi ishtirokchi endi Lochillar mana Umidjon urib ketadimi? Chot bilan urib ketyapti. Ochko. Endi San. Amirbek o'rniga qo'shildi. Urib bermoqchi. Chapaqaymidimi? Nima kerak? Oy, gol urib ketdi. Yana bular. Qarochi hamma komanda urdimi? Qarochi shotlar yoziladi. Mana shot bu safar kechib qoldi. Afsus, hammadan afsus so'raydi. Ramzan komandasidan bo'lsinmi? Agar Ahror kelmasa birga bo'lishadi. Yana o'tgan videolarni eslaymiz. Edis shu joyga. Qarochi oxirgi
Короче, o'sha oxirgi 4-shartimiz o'tgan safargidek Absalom yondirgan o'yin. 1-1. Qani let's go. Let's go, let's go. Shart 1-1 bo'ladi, короче. Qaysi biring valta o'tirasan? Mana bor. Sen himoyaga, ha? Sizlardan kim hujum qiladi birinchi? Da Eshot, qani let's go. Hozir Axrorbek ketgani uchun mana bu Eshot transfer bo'lib qoldi. Qani Eshot boshla. Har bitta hujumda bittani u. Gol bo'lsa agar hujum bor. Oy, afsuski hujum bartaraf etildi. Hujum bartaraf etilgan kiradi. Endi Ramzan. Umidjon qo'rqib ketdingmi gol bo'lishdan? Ay. Sizlar nima deyapti? Nima o'ylabdi? Absalom o'tgan safarda qachon golingni urasanmi? Oy. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé. Oy. Qani let's go Ramzan. Oh. Shohona tarzda. Afsuski bartaraf etildi. Endi sizlar navbatdang, sizlar chiqasizlar. Kim o'tiradi vartiga? Tay, let's go. Ramzan himoyani bomba qiladi. Bular not o'lchishindi. Umidjon hujumni boshlaydi. Ketdi Umidjon. Ana Ramzan yana oy. Ramzan. Yo, hujum qara. Yaxshi, bartaraf etildi Ramzan. Endi ikkinchi ishtirokchi. Do'stlar, Ramzan o'z kuchini ko'rsatadimi? Content uchun like bosib qo'yinglar. Katta masshtabli video olyapmiz, to'g'rimi? Urib ketsa hozir. Yana bilmadim. Save qo'yapti Elshod. Ramzan kattalarga rahmat. Qanday bo'ldi? Nima deysan obunachilarga? Like bosinglar. To'p. Absalom o'zingni bir Hozir kim bizni Umidjon bilan Elshod bilan o'ynayapsizmi? yo'q. Sizlar endi hozir hujum qilib berasizlar-da, let's go. Sizlar-da. Shot bilmayman. Ikkinchi unaqa boshlandi. Endi bular Real Madrid komandasi. Ramzan yana hal qiladimi? Noaniq va xavf bartaraf etildi. Absalom yana bomba bitta hujumdan bo'lsin. Ramzan qani Ramzan? Qani Absalom yana sekinlik bilan boshlabdi. Oy, Ramzan. Chiqmadi. Chiziqdan yoqibdi. Yo'q, chiqmadi. Chiziqdan chiqmadi. Jigarlar ko'rib turibsizlar, finalga короче yutgan o'sha anuni. Yirtqichlar yutdi, ikkita komanda necha bo'lib qolibdi? 3-3 bo'lib qolibdi. Endi bu 3-3 bo'lgani uchun futbol qilyapmiz. 2-2 to'g'rimi? Yutasizlarmi, qolasizmi? O'z ko'rsangiz qanaqa bo'lishini. Ana ular kelishyapti. Короче 2-2 futbol bo'ladi. Mag'lub bo'lgan tuxumni ichib beradi. Короче tuxum yo'rt, sizlar tuxum yeyishga anu bilsizlar, yo ular umidjonlar. Real Madrid har doim yutgan, shu joyga kelibdi. Ala Madrid, Real Madrid har doim yutadi. Unda futbolda kuzatamiz. Bugun tayyormisizlar? 3 ta golgacha nima demaysiz, yetasizlarmi? Ketdi unda, 3 ta gol, ketdi. Yaxshi ketyapti Absalom. Umidjon qaytardi, ketdi Umidjon, hujumga o'tyapti. Absalom olib qoldi, Absalom aldayapti. Zarba, afsuski noaniq, nima bo'lyapti Absalom? Nima deylarsan, kim yutadi? Absalom yutadi. Umidjon hujumga o'tyapti, Umidjon hujumni boshladi. Umidjon ketyapti, qaytarib qoldi. Gol! Absalom. Ronaldo, Cristiano. Hujum davom etmoqda, 1-0. Nima bo'lib qoldi deb qolib ketdi. Umidjon, yirtqichlar. Save. Xavfli vaziyat. Qo'lga tegib ketdi. Yirtqichlarni endi bular shtraf olmoqchi. Let's go, shtraf to'linglar. Davay. Boshlaylar bilan. Chiqma, nima bu? Nima qilyapsiz? Boshla o'yinni. O'tkazib berdi. Bu golga qaranglar.
bitta gol qolyapti, bitta. Sizlarga bitta berdim. Harakat, o'yin boshlab ketdi, Umidjon. No, afsuski, ana vartada Absalom edi. Olov o'yin ketibdi. 3-qism juda ham olov bo'ldi. Do'stlaringizga ulashib like, comment qiling. Biz o'yinni ko'ramiz. Umidjon hujum. Yo, gol bo'lishi mumkin edi. Zarba! Qaytardi. Hoy! Oy! Nima bo'ldi? Penalty. Ugilme, da, let's go. Tez bilik. O'yinni qichtordi mana. Voy sek. Voy. Ay. Hujum. Nima bo'ldi? Bilad. Bitta gol qo'lyapti, bitta gol. O'yin juda qiziq ketibdi. Like, comment aylanlar. 4-qism bo'ladi. Katta masshtabli let's go. Mana bu YouTube finalga chiqgan. Uzatma. Voy, 1-1mi? Yo, Neymar menga pas berishyapti. Voy! Baland. Qo'y olasan. Bingak qiladi, qo'y olasan. Janob deb puli bor. Bingakning uyida. Nima qilamiz? Xullas shu joyda tugatamizmi, yo'qmi? Yo'q. Absalom Koptokni uchirgandan keyin dondozlik orqali aniqlashni boshladik. Oxirgi golni. Karochi 2-0 bo'ldi. Oxirgi unaqani hisoblash uchun sizga dondozlik qilamiz. Umidjonni bitta 2-0 hisobi karochi. 1 kom dondozlik ketdi. Bugun ichasizlar. Nima bo'ldi? Bitdik ham. Karochi finalda 4-qismda katta video bo'lishi kutilmoqda. Bor. Ketdi Absalom. Bittami ikkita olib keladi, bo'ldi. Ikkita yo bitta. Bitta olib keladi. Bo'ldi. Ko'rib turibsizlarki, Umidjonlar shuncha harakatiga birinchi o'yinni o'zida gol urdi, harakat qildi, lekin bo'lmadi. Umidjon nima bo'ldi? Pizsiz bo'ldi. O'z bo'zimga. Men o'ynasam bo'lasizlar, lekin 4-qismni kutinglar. Agar bunga sizlar karochi tuxumni yeyishga majbursizlar. Balki tuxumni qanchalik xursandmisan shuncha? Sen ham yeysan, bilasanmi? Xursandman, men luk tuxumni. Hazırlashyapti. Sizlarga karochi shu tuxumni olib paqqalab yorib beraman. Nima deyapsan? Videoga qara. Sen ham ichasan. Bu o'ynagan uchun bu ham ichadi. Sağ qo'ysa. Mana chiqdi. Balki ma. Ama Ne qil, erkakcha. tuxum ichsa ovozi chiroyli bo'ladi. Qizlarnikida bo'ladi. Day, let's go mana. Yo'q, icha. Evet. İçadi, qo'ldimi ichadi? Mag'lubiyat alamli bo'ladi, to'g'rimi? Ko'taraylik. Aql. Hadis. Ichganing yo'q. Hadisga ichdiz. Ko'tar. Ma, ich, senga bo'ladi. Ich Umidjon shunchasi ko'tar. Hammasini emas. Men ko'raman o'zim. Ne ichganing sen yo'qmi day? Padeshka qilaylik, day, padeshka. Ko'tar. Nimasi bu? Nima bu? Ko'tar. Ana ko'rib turganingizdek o'z nihoyasiga yetdi. Mana mag'lublar. Mana yutganingdan xursandmisan? Sen 2 marta qolding, esingda desa piyoz yeganda Eshot kelib qatnashigan, baribir yutib ketdi. Keyingi video 4-qism mana bu o'zi mag'lub bo'lganda ish beryapti. Voy, xayrlashamiz. Let's go. 4-qism uchrashamiz.